kasali topilmayotgan Cobalt olib qolganmiz akalar. Mashinada endi bitta kalla yaxshi, ikkita kalla, 100 ta kalla undan ham yaxshi. Mashinani yurgani 100 mingdan sal oshiqroq akalar. Mashinada nima problema bo'lyapti akalar? 5 kilometr, 4 kilometr yurmasdan patrubkalar ishib ketyapti akalar. Mana shu patrubkalarda ish bo'lyapti-da. 10-15 kilometr yursa, xohlasa bu patrubka, xohlasa pechka, xohlasa reduktor, qayri slabiy bo'lsa, ashir o'tyapti. Radiatorlar qilingan, pompalari zo'r, termostatlar olingan. Qisqasi, siz hozir nimadanligini yozmoqchi bo'lib turgan hamma yo'q past 99% qilib bo'lgan akalar. Eng qizig'i bu mashinani galovkasi bilan blogini yuzasi ham shlipovka bo'lgan, qaranglar. Galovkani ham, blogni ham betini shilib bo'lgan. Hozir galovkani tekshiramiz, yorug' chiqishi juda qiyin. Sababi bu mashinada antifriz yozmayapti, aptolga o'tmayapti, gulshitirdan tutamayapti. Uruvi zo'r turibdi, faqat bosim. Shunga hozircha bosh qatib turibdi. Bir ma'lum vaqt nimadanligini o'ylanyapmiz. Nimadanligini bilsanglar, yozib turinglar, qani biz ungacha xudo xolasa kasalini topamiz. Aybi shu antifriz yozmaydi, hech qanaqasiga yozashi faqat o'tib yuboryapti. Val bilan, blok bilan galovkani beti ham shilingan.